Ikkala xabaringlar bor. Biza bu yildan TQ O'zbekiston bilan ish faoliyatimizni boshladik va juda katta partiyadagi LED bilet va instrumentlar kirib kelgan. Sizlar uchun har bittasini obzorni detalli qilamiz. Uning uchun sizlardan ikkita narsa so'raymiz. Ikkita profilimiz bor. LED Tuning Zuba Shop va TQ O'zbekiston. Video ostida hozir chiqib keldi. Silkasiga bosasizlar va primoy o'tib ketadi. Ikkita profilimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, okalar har bittasini biza narxlar bilan, detallar bilan, foydalanishi qanaqa bo'lishi bilan, qo'llanmalari bilan polniy obzor qilib o'tib ketamiz. Okalar, qo'llab-quvvatlavorasizlar. Xudo xolisa TQ O'zbekiston va LED Tuning Uzubi eng professional darajadagi bilet va LED sistemalarini olib chiqib sizlarga yoritib beramiz va keyingi videolarimizda harakat qilamiz, qaysi biletlar tiniq biletlar va yaxshi sifatli biletlar bo'ladi. Uni o'zinglar uchun ham xohlagan firmalardan ham tanlab olsanglar bo'ladi. Chunki nimaga deyapman? Akalar, mana bu bilet oddiy. Mana shu ko'rinishda 12 xil modeldan chiqarsa bo'ladi. Ya'ni korpus bir xil, ichida sifat har xil bo'ladi. Qisqasi, akalar, men buni har bittasini sizlarga obzor qilib boraman. Ikkita profilimizda bor. Shu yoqqa alohida yana o'tib olsanglar, общий jami 3 ta profil. Bu LED Tuning Uzubi profilimizda polniy obzor. Ustonovka aralash qolgan TQ O'zbekiston va LED Tuning Uzubi Shop kanalimizda biza har bittasini detalli kadr qilganmiz. Ya'ni, buni ichini ochib, qanaqa LED bo'ladi, nima bo'ladi, har bittasini polniy obzor qilib ketamiz. Bu основной oluvchilar uchun, optimchilar, donachilar uchun ham bo'ladi. Akalar, qo'llab-quvvatlavorasizlarga umid qilamiz. Sizlar uchun polniy kadr va obzorlarni davom ettiramiz.